sevimli mashg'ulotingiz qaysi? Shu sevimli mashg'ulotim shu 1 kilometr va 400 metrga interval trak ishlashda tezlik. Tezlik yugurish yaxshi ko'rasiz. Juda yaxshi ko'raman. O'zbekistonda bo'lmasam, qayerda yashashim kerak? O'zbekistonda boshqa joyi bilmadim, yashamasam kerak. Faqat O'zbekistonda yashagim keladi. Zo'r. Musiqa bilan yoki muzikasiz yugurishni yoqtirasizmi? Men muzikasiz. Yaxshiroq. Dixanani eshitib. Poygada olgan eng g'ayrioddiy sovg'a nima edi? Albatta bu BYD mashinasi. BYD. Yaxshi yuradimi? Albatta, juda yengil. Menga o'xshash juda tezda yoqadimi? Siz yugurgan eng go'zal joy? Men yugurgan eng go'zal joy Xitoyning Kunming shahri. Kunming juda yoqqan. Yozaman. Osaka marafoni qaysi maqsadi nima? Osaka marafoni chempioni bo'lib, Osaka marafon rekordini qo'yish. Hozir qanaqa rekord? Osaka marafon rekordi 2 soat 6:01. Xo'p, keyingisi yilga nechta marafonda yugurishingiz mumkin? Yilda 2-3 marta mumkin, ikkitasi rezultatga yaxshiroq yugursa bo'ladi, qolgani yengilroq bo'ladi. Maksimalda bir yilda nechta marafon yugurdingiz? Men o'zim maksimalni 4 martagacha yugurdim. 4 marta. Xo'p, yana qayerga yugurishni xohlaysiz? Men eng kuchli marafonlardan Chicago va Berlin marafoni. Zo'r. Katta rahmat sizga. Havaskor yuguruvchilar uchun bir nechta maslahatda. Havaskor yuguruvchilar uchun shu asosiy e'tiborini shu bazaga qaratish kerak, obyomga. Yaxshiroq obyom olib ishlasa, shu intervallar ham, tezlikka ham ishlash ham, chidamlik ham juda yuqori bo'ladi. Va barcha havaskorlarga omad tilayman, charchamanglar. Rahmat. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Charchamanglar.